Bu qizning ismi Avadika bo'lib, yer osti yog'och memmo shahiltib setish guruhining qo'lliq a'zosi edi. Ularning vazifasi bo'lsa, Hindiston xonadonligining burunqi xonishi Sharvona xonni qutqazmoqchi edi. Ko'pchilik, yana ozroq g'ayrat qilinglar. Xonishni qutqizib ekanlikin, memmo degan bizga to'shaq baq bo'ladi. Buningdan keyin jibo qisaqmi men yanaşmaymiz. Ularning xonishni qutqizishdagi eng cho'ng to'salg'usi mana bu Darwin chiroy kelgan mashqovul kappat tapat tap kapak takabba edi. Bu chog'da u bozorda mollarning supitini tekshiryotdi. Mening milimni chadayotamsa? Milingiz joki efendim, o'zingizni besilib o'tirib paranglashay. Momang bilan o'tirib parangshima. Qara qilishqa. Ha? Aka, o'ylab baqsam gapingiz to'g'ri ekan, o'tirib paranglasaylik. Bu qirg'i qanday xilda qabul turishni bilmagan Avadika xuddi chilaydigan yeri chiqmagandek qo'lini suvga chilab turib uxlab qoldi. Bu chaqda xalqaro xiyni qo'yish jamiyatining boshlig'i Shiva Avadikaning qo'liga intayin chiroyli qilib bir rasm chizib qo'ydi. Kashdagi yig'ilishda Avadika vazifa topshirig'ini oldiga chiqdi. Uning qo'lidagi xiyni ko'rgan boshliq qattiq ranjib ketdi. Nimish bu Avadika? Ha? Meni chaqamay o'zing xiyni qo'yib keldingmi? Uyay aqib ketgan meyjalaringdan o'rgilay. Mayliq yejirangni nol qilma. Tusha o'tir. Maaşının başlık. Bu da qitim dacı qıp qalsa sizni çoxum chaqirma. Qassam. Hey. Abdullah. Iroqdagi Hindiston xonadonligida lashkarlar xalqni qattiq eziyotdi. Mana bu beshidan boshqa hech yerda tuk yo'q. Go'ylangbosh xo'jimiz bu xonadonlikning podshosi Divaxon edi. Uning ishdan sirtqi avasi bo'lsa, maldagi qassoblarga qolib isish beradi. U doim robchilardek yosinib, ko'chaga chiqib, o'zining tutqun qilib olgan xonish bilan rob etishadi. Voy qopanga, freestyle qilamiz. Yo, sana kuyib men o'lay. Putumga kaydim mo'mixay. Sorry dema bu uchun, ay, MDA sen mo'misay. Skip. Lekin xonishning ko'ngli bundoq yog'in robchilar bo'lmaydi. Necha qitim qechib ketish fursati bo'lgan bo'lsa-mu, kinoning vaqtini uzantish uchunmi bilmadim. Bu saran xotin bolasiga hech og'irmay, bolam cho'qim meni qutqazgani keladi deb ching turib oladi. Bu chog'da Avadika bo'lsa, o'zining qo'liga xiyni chekkan bu bolni izlab ovar edi. Ey, mushu bolni bir tip bo'lsam, dumbamga bir gul chekib olsam deb o'ylaydi. Shiva bo'lsa, biyay vinshin qilganda og'riydi. To'xtang, men sizga yilon bilan narkoz qilib qo'yay deb, zaharlik yilondan birini qo'yib berib, chiroyliqcha bir vinshin qilib qo'ydi. O'ziga kimning chiqilganini bilmaydigan bu sezgi nervisini yo'qotgan chiroyli qiz bola oxiri Shivani izlab so'rab topdi. Hamda biyay bu qarliqdagi bek so'qqa sig'roq yerga boraylik deb o'ngishli holda qahirdan qishdan pomdaqlashib yozg'a olishdi. Avadikaning yurishtirishini yaratmagan Shiva "Vey xon, zavshingiz beksatga makling mansini yasab qo'yay" deb o'zining uzun yillik tajribasiga asosan pishqon qo'llari bilan shamardek suratlari bilan o'rdamda Avadikani yub tarab tayyor qilib grimlarni pichat o'may qilib o'tdi. Makling axinim, avval yuyimiz, andin chayqaymiz. Yeyingni bo'shroq urib, ko'xini qina surkaymiz. O'zining yangi zavshingidan qattiq rozi bo'lgan Avadika Shivaga kuyib qoladi. Ah, bu menmi? Men nima degan go'zal? Tova. O chinda miymaydi o. deb o'ylaydi Avadika. Hamda Shiva bilan insonlarning tadrijiy taraqqiyoti to'g'riliq temada kechilab munozara olib boradi. Avadika Shivaga o'zining xonishni qutqizadigan majburiyati borligini aytadi. Shiva bo'lsa maytisiga urib, "Jinim, sening majburiyating mening majburiyatim. Seningla ishing mening ishim. Sen uchun hammaga rozi" deydi-da, tulpardan birini minib, Hindiston xonadonligi tarafga qarab otni yurg'izdi. Tankla bika qolsin oldingda tulpar. Damkla xijil bo'lsin oldingda tulpar. Gavsuda keldingmi? Show feysansi yo'q. Uchibli tushdi-ku bu Shiva shunqar.